Hujjat ko'ring, iltimos. Ota-onam maktabga chaqirtirishdi. Katta opam bo'y borib bering, iltimos. Boshqa qiladigan ishim yo'q-a meni. Tekinga emas, pulini beraman. Qancha? 30 ming so'm. 60, 40. 50. Bo'pti. Xullas, biron bir chorasini ko'rmasak bo'lmaydi. Bir qarasangiz bezorlik qiladi. Bir qarasangiz kim bilandir mushtlashayotgan bo'ladi. Voy, hamma sho'xliklarga ko'z yumish mumkin. Lekin endi bunisini kechirib bo'lmaydi. Sinf jurnalini yoqib yuboribdi. Hali shunaqa ishlar qilmaysanmi? Menga qara. O, nega jurnalni yoqding? Ayt. Gapir. Nima bu deyapman? Sen hali dadam bilan oyimga rahmat aytish shumi? Yemasdan yedirsak, ichmasdan ichirsak. Ay, nima bu? Nima bu? Boshqa bo'lsa. Voy, mana shu qilgan, mana shu. O'z oxirgi paytlar oyim bilan dadam jang erkalatib yubordi buni. Hey, ko'ngliga nima kelsa qiladi. Menga qara, yana qilasanmi? Kechirim so'ra. So'ra, kechirim so'ra. Kechiring. Shundoq bo'lsin, tusholdimga. Urush shartmidi? Ishonarli chiqsin dedim. Bu Stanislavskiy sistemasi.